Ayolim yonimda uxlardi. Menga esa kutilmaganda Instagramdan xabar keldi. Bir qiz menga do'stlik taklifini jo'natgan edi. Men kim ekanligini bilay deb o'yladim va do'stlik taklifini qabul qildim. Unga xabar yozdim. Kim bu? Tanimadim. Men o'shaman. Sizni uylanganingizni eshitdim, lekin hali ham sizni sog'inyapman. U o'tmishdagi qiz do'stim edi. O'ziga alohida e'tibor beradigan juda latofatli qiz edi. Men ayolim uxlayotganiga ishonch hosil qilish uchun Instagramni yopdim. So'ng ayolimga qaradim. U kun bo'yi uy ishlari bilan ovora bo'lganidan chuqur uyquda edi. Unga qararkanman, o'ylab qoldim. Qanday qilib u o'zi uchun yangi bo'lgan uyda o'zini bunchalik xavfsiz his qilishi va xotirjam uxlashi mumkin? U 21 yil oilasi bilan yashagan uyidan ancha uzoqda. Qachonki jahli chiqsa yoki xafa bo'lsa, onasi yonida bo'lardi. U xohlaganicha yig'lab, dardlarini aytishi mumkin edi. Ukasi esa uni kayfiyatini ko'tarar, otasi uyga u yoqtirgan barcha narsani olib kelardi. Bu xayollar miyamga kelarkan, telefonni qo'limga oldim va blok ishorasini bosdim. Ayolimga yuzlandim va uning yonida uyquga ketdim, chunki men erkakman. Ayoliga xiyonat qilmaydigan va oilasini buzilishini istamaydigan erkak. Xulosa o'zingizdan.